O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. Qarshilarda naqd 4 ta bir xil odam turibdi. Hozir biz ikkiga bo'linib, kartinga kirib savdo qilamiz. Sizlar savdo qilgan narsalarga pul to'lab chiqib ketasizlar. Xuddi sizlar olgan narsani biz olib, pul to'lamasdan chiqib ketamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Sotuvchi sezadimi, sezmaydimi? Jigar, kibr bo'lmang. Bitta yurashchani qisartirib turing. Biz ketdik. Bir amallab kassadagi odamlarga ko'rishmasdan Hasan Husanni olib kirib oldi. Hozir endi nima olamiz? Soqol olish kerak, jilet ol. Jilet bo'ldi. 4 ol, 2 ta manga, 2 ta sanga. 4 ta. Husan, qaysi biri Husansanmi? Bo'ldi. Davay yuringlar. Sotuvchi ko'rmasin. Videoni o'g'irchi like bosturinglar, jigarlar bitta. Neç bir? Ha. Rahmat abi. Ha. Ket. Çerçeveyle okey. Salamını soldur olursa? He? Yok salamını soldurmam dedi. Rahmat aka, charchamaylar. Xullas, sotuvchi akamiz xitlanmadilar. Endi nima qilish kerak? Pulini to'lash kerak. Ketdik, pulini to'laymiz. Aka, sizlardan xarid qilingan narsaga pul olinmaydimi? Nimaga mendan olmadinglar? Ha, pul to'lamadim aka. To'lamadi. Rostdan to'lamadim aka. Aka, assalomu alaykum. Hasan Husanmiz frank olib keldi burata. Kamera qo'l ko'tarib qo'ying. Bu yoqda ham kamera bor, aka. Videoga rozi bo'lasiz. Joningiz sog' bo'lsin. O'xshagan bo'lsa bittadan yurachani qisartirib qo'ying. Agar menga ham shunaqa bir xil Hasan Husan farzandli nasib qilsin desani, mana shu yurachani qisartirib qo'yasizlar. Kommentariy ham qoldirish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat. To'xta, bitta ish qilaylik. Kommentariyga yozinglar, kim Hasan, kim Husan, kim Hasan, kim Husan. Kommentariyada yozib qo'ying, ha, topishsin. Hammaga, yo. Hammaga rahmat. I'm begging you to